Xo'p, endi qarang. Endi ovozim bo'lishi shart. Chunki ovozimni endi yo'qdi-da. Ya'ni sizlarga o'chirib qo'ydim shunga. Ekran nimaga Zanafon ekran yo'q? Ekran bo'lishi kerak chunki ekran yo'q edi, endi yo'qdi-da qaytib. Ekran bormi qolganlarda? Xo'p, yaxshi, bor ekan. Endi qarang. Buni ishlatish qoidasini qarang. O'zim borayotgan bo'lsa qarang. Gerund va infinitiv so'zi turibdi. Ya'ni gerund so'zi, ya'ni fe'lga, ya'ni ing qo'shimchasini qo'shilib, ot vazifasi ishlatamiz. Gapni misol uchun agar boshida ishlatadigan bo'lsa, ya'ni verb plus ing. Ya'ni fe'l plus ing so'zini qo'shamiz. Misol uchun gap boshida yana subject sifatida ishlatamiz, esdan chiqarmang. Ya'ni swim degan so'zi, ya'ni suzish degan ma'nosini bildiradi. Bunga ing qo'shiladigan bo'lsa, ya'ni swimming bo'ladi. Swimming is good for your health. Ya'ni cho'milish sizning sog'lig'ingizga foydali degan ma'noda ishlatyapmiz. Aynan shu holatda ishlatyapmiz. Endi keyingisi ba'zi fe'llardan keyin esa biz nima ishlatamiz? Ing ishlatamiz, esdan chiqarmang. Ba'zi fe'llardan keyin ing ishlatamiz. Misol uchun, qaysi fe'llardan? Like, love, hate, finish, avoid, mind, suggest, keep fe'llardan keyin обязательно ing ishlatamiz. Endi ustoz, aynan ing ishlatadigan fe'llar mash xolosmi deysiz mumkin? Yo'q. Juda ham ko'p fe'llarimiz bor ing ishlatadigan. Endi men hammasini yozib o'tirmadim. Kerakliklarini yozib beryapman xolos. Aynan sizlarga ya'ni 0 dan, ya'ni pre-intermediate darajaga bo'ladigan fe'llardagi ba'zilarini yozib beryapman xolos. Ko'p ishlatadigan fe'llar. Aynan shu holatda, ya'ni aynan shu so'zlardan keyin biz nima ishlatar ekanmiz? Ing so'zini ishlatar ekanmiz. Misol uchun I enjoy, misol enjoy so'zini bilasiz. Ing ishlataman. I enjoy. Misol uchun nima ishlatamiz? Reading book. Xo'p, tepada yana bitta enjoy so'zini qo'shib qo'yaylik. Enjoy. Mana enjoy va keep so'zlar, ha. I enjoy reading book. So'z bu yerda nima uchun ing bo'lyapti? Enjoy so'zni present simple da ishlatyapmiz-ku deysiz, buni. Xohlagan zamonda farqi yo'q. Misol uchun xohlasa present continuous deb bo'lsin, xohlasa present perfect simple deb bo'lsin, xohlasa past simple deb bo'lsin-da, zamon, ya'ni zamonimiz. Farqi yo'q. Unga nisbatan faqat biz nima ishlatar ekanmiz? Aynan quyidagi fe'llardan keyin biz ing so'zini ishlatar ekanmiz. Esdan chiqarmaslik kerak. Yoki bu yerda mana she deydi, she finished. Xo'p, finished, ya'ni past simple bo'lyapti. Doing her, ana qiz bolaga nisbatan her ishlatamiz. Homework. Ko'rasizmi? Aynan u uy vazifasini tugatdi degan ma'noda ko'ryapsiz mana. Nima ishlatyapmiz? Ya'ni o'tgan zamonda bo'lyapti, ammo lekin fe'lga ing ishlatyapmiz, chunki do so'zi turibdi. Mana shuning uchun biz nima ishlatar ekanmiz? Ya'ni ing ishlatamiz quyidagi fe'llar. Misol uchun finish so'zini ko'ryapsiz. Tepada ham finish so'zi bor, mana обязательно bor va misol uchun enjoy so'zi bor, mana enjoy so'zi bor. Aynan quyidagi fe'llardan keyin обязательно ing ishlatamiz. Xohlasangiz like, xohlasangiz love, xohlasangiz hate so'zida ishlatishingiz mumkin. Ing so'zini ishlataveramiz. Xo'p, 3-qoidamiz. Ya'ni 3-qoida. 3-qoidada shunaqa narsa borki, ya'ni predloglardan keyin xohlagan predlog bo'lsin, ya'ni predloglardan keyin ya'ni ing ishlatamiz. Ing ishlatamiz. Esdan chiqarmang, ya'ni ing ishlatamiz ekan. Masalan, qaysi predlog? Endi qaysi predlogdan bilishingizdan qat'iy nazar, hammasidan keyin biz nima ishlatishimiz kerak ekan? Ing ishlatamiz. Misol uchun biz biladigan, misol uchun ko'p biladi, ko'p ishlatadigan predloglardan biri. Misol uchun at ishlatishimiz mumkin, on ishlatishimiz mumkin, in ishlatishimiz mumkin, for ishlatishimiz mumkin, about ishlatishimiz mumkin, for about. Aynan kechagi present vaqtida tushgan testlardan biri, ya'ni bitta about so'zi bor edi, chunki aynan shu so'zdan keyin nima ishlatyapti? Ing ishlatish kerak degan ibora bor edi. Esdan chiqarmang. Mana aynan shu ko'ryapsizmi? On, in, misol on, in, at, for yoki about, turli xil, ya'ni predloglarimiz bor. Aynan shulardan keyin biz nima ishlatar ekanmiz? Ing ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Mana. Endi misol qilib oladigan bo'lsa, he is
good good at good at playing playing football. Bilasizmi? Aynan bu yerda at so'zi turibdi, mana. U yaxshi o'yinchi, futbol o'yinchisi deganimiz, mana. At so'zi turibdi, o'shaning uchun gerund ishlatamiz, ya'ni ing ishlatamiz. Yoki bu yerda thank you bilan thank you for so'zi turibdi. Aynan for so'zi bilasizki predlog hisoblanadi. Predlog so'zidan keyin nima bo'lyapti? Biz ing ishlatyapmiz. Mana for coming. Lekin kelganingizdan men xursandman deysiz-ku, aynan shu ma'noda thank you for, ya'ni for so'zini ishlatyapsiz-da, coming so'zini undan keyin обязательно come so'zi emas, ing qilib ishlatyapsiz. Predlog ishlatdimi? Mana shu holatlarda siz nima ishlatar ekansiz? Aynan predloglardan keyin biz nima ishlatar ekanmiz? Gerund ishlatar ekansiz. Mana 3 ta qonun qoidani bilib oldingiz. Aynan bu gerundga doir qonun qoidalari edi. Xo'p, endi yana qo'shimcha nimalarni aytamiz. Endi ya'ni infinitivni o'tib beraman endi. Keyingisi, chunki ikkalasi bir-biriga yaqin mavzu. Infinitiv. Infinitiv degan, infinitiv o'zi nima degan savol bor, to'g'rimi? Infinitiv o'zi nima? Xo'p. Bu ham bir qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni bu ham gerundga o'xshagan bitta qo'shimcha. Qanaqa qo'shimcha? Infinitiv fe'lning asosiy shakli bo'lib oldidan qaysi qo'shimcha ishlatamiz? To qo'shimchasini ishlatamiz. Mana qaysi qo'shimcha ekan? Infinitiv deganda biz to qo'shimchasini ishlatishimiz kerak ekan. Esdan chiqarmang. Mana narigida ing edi, gerundda ing, bunda esa to qo'shimchasini ishlatyapmiz. Endi bu qanaqa bo'ladi formulasi? To plus verb. Mana to plus verb bo'ladi. Aynan fe'ldan oldin ishlatamiz. Fe'ldan keyin ing ishlatgansak, fe'ldan oldin to ishlatamiz. Bilasizmi? Endi bitta misol yozamiz. Endi to qanaqa ma'noda, ya'ni infinitiv nimani ishlatadi, ya'ni nimani ma'nosini ishlatamiz, qanaqa ma'nolarni ishlatamiz, nima uchun ishlatamiz degan ma'noda men sizlarga aytamanki, qachon ishlatilishi, birinchi navbatda, birinchi qoidasi maqsadni bildirish uchun ishlatamiz. Mana maqsadni bildirish uchun ishlatar ekanmiz. Xo'p, ishlatamiz. Esdan chiqarmang. Mana misol uchun maqsadni qanaqa bildiryapti? Birinchi asosiy gapda. I study hard to pass the exam. Aytyaptiki, maqsadni bildiryapti. Ya'ni men imtihondan o'tish uchun qattiq harakat qilyapman. Men qattiq o'qiyapman. Ha, bu yerda maqsad bo'lyapti. Nima uchun? Ya'ni imtihondan o'tish uchun deb siz aytyapsiz. Mana o'shaning uchun nima ishlatyapsiz? Study, ya'ni to ishlatyapsiz. Keyingisi, misol yana bitta misol ishlatamiz. She went, ya'ni go'ni o'tgan zaman bilasiz, went hisoblanadi. She went to the shop. Shop, ya'ni to buy bread. Do'konga nimaga boribsiz? U do'konga, ya'ni borgan nima sotib olish uchun? Non sotib olish uchun maqsad nima? U yerga do'konga borishda maqsad, ya'ni non sotib olish ekan. Mana ko'rasiz, maqsadni bildirish uchun biz nima ishlatar ekanmiz? To so'zini ishlatar ekanmiz. Mana yerdagi to boshqa ma'no. Bu yerda ga, da, dan degan qo'shimcha bo'lyapti. Bu yerdagi to bo'lsa, ya'ni nima maqsadda borganingizni ishlatyapsiz. Ya'ni fe'ldan oldin ishlatamiz. Esdan chiqarmang shu narsaga. Mana shu holatlarda biz ya'ni infinitiv qo'shimchasini ishlatar ekanmiz. Xo'p, endi ikkinchisi ba'zi fe'llardan keyin nima ishlatamiz? Ya'ni to ni ishlatamiz, to ishlatamiz. Ya'ni infinitiv. Mana. Masalan, want so'zi bor.
decide bor. Decide bor. Plan bor, ha? Plan. Need. Learn, ha? Learn. Yoki try. Yoki promise deymiz, ha? Promise va deymoq. Promise, ha? Mana. Ana quyidagi fe'llardan keyin nima ishlatyapmiz? To ishlatar ekanmiz. Mana. Masalan, I want to learn English. Ko'rasizmi? Men ingliz tilini o'rganishni xohlayman. Bu yerda nima bo'lyapti yana? Maqsad bo'lyapti. Maqsadingizni qo'yapsiz. Ingliz tilini o'qish sizning maqsadingiz. Mana shuning uchun siz ya'ni to ishlatyapsiz. Esdan chiqarmang. O'zi they decided to travel abroad deyilgan. Aytyaptiki, ular deyapti, ya'ni chetga sayohat qilishga qaror qilishdi. Ko'ryapsizmi? Bu yerdagi asosiy narsa bu yerda maqsadni bildiryapsiz. Bu yerdan decided so'zdan keyin, mana quyidagilardan keyin biz nima ishlatyapmiz? To ishlatyapmiz. Esdan chiqarmang. Want dan keyin ham to ishlatyapmiz. Mana want, decide, plan, need, learn, try, promise so'zlari bo'lyapti. Aynan shulardan keyin nima ishlatar ekanmiz? To ishlatar ekanmiz. Xo'p, uchinchisi sifatdan keyin ishlatamiz. Sifatdan keyin. O'zi sifat deb nimaga aytiladi? Sifat deb bilasizki, qanday qanaqa savollarga javob beradigan so'zlar biz nima deyiladi? Sifat deyiladi. Aynan qanday qanaqa savollarga javob bo'lish kerak ekan. Esdan chiqarmang. Xo'p, misol uchun qanday qanaqa savollarga javob beryapti? Xo'p, nuqta deymiz. Misol uchun, sifatdan keyin aynan sifat bo'lishi kerak. Misol uchun it English deyilgan. Is important to learn. Ingliz tili muhim, ya'ni ingliz tilini o'rganish muhim ekan. Endi qarang, important so'zi bizda nima? Sifat hisoblanadi deyapmiz. Biz ana sifatdan keyin ishlatyapmiz, to ishlayapmiz. Yoki it is easy to understand. Ya'ni tushunish oson. Ko'rasizmi? Ya'ni bu yerda yana bitta easy so'z turibdi. Easy so'z nima edi? Bu yerda easy so'zi sifat hisoblanadi. Aynan sifatdan keyin nima ishlatyapmiz? Ya'ni to ishlatyapmiz. Esdan chiqarmang. Tushunasizmi? Hop, endi sizga savol. Birinchi savol beraman. Xo'p. Gruppaga yozaman savollarni. Misol uchun birinchi savol. Predalardan keyin nima ishlatamiz? Qani kim birinchi javob beradi? Boshladik. Predalardan keyin nima ishlatamiz? Ikkinchi savol. Qaysi biri maqsad? Qani ko'raylikchi. Xo'p, to predalardan keyin Nozima, hatto Fozjon, hatto Ilyosbek, hatto Jiroy, hammani gapirdi. Bitta meniga to'g'ri. Men hozirlarga aytdim. Predlog deyapman. Predlog как поздно. For in at predalardan keyin поздно. Anji ishlatasiz-ku. Qovunchilar. Qolgan hamma gapirdi. Abdullonika hatto, Azbini hatto. Hozir aytib o'tmayotgan bir zamon edi. Mashhuray. Aytib turib o'ylaysiz. Nazirgacha yoki men ovozimni eshitmayapsiz yoki siz tavakkal yozyapsiz. Shunaqa tushunishim mumkin. Xo'p, ikkinchi savol. Ketdi. Qaysi qo'shimcha maqsadni ifodalaydi?
Gerund yoki infinitiv. Qaysi biri? Bo'la qolinglar. Hurmatli Farzona, Azizbek, gerund emas, qonunchilar. Hozir o'tib berdim sizga. Yozayotgan paytimda e'tiborli bo'lib turinglar. Infinitiv. Yaxshi. Endi 3-savol. Gapning boshida qaysi qo'shimchani ishlatamiz? Gapning boshida kelish kerak. Fojianga tu, iroda anji, adji, tu, oybek anji. Nazarga tu, gap hajragan tu. Megan tu. Haydar olganti. Yaxshi. Afsuski qovunchilar, sizlarga necha marta aytdim. Afsuski biza gapning boshida ishlatadigan bo'lsak, ing ishlatamiz deganmiz. Bitta 5 minut ham aytib bermaganimga. Qani, gapning boshida ishlatadigan bo'lsak, biz fe'lga ing ishlatamiz. Mana sizga. Birinchi gapim. Ikkinchisi, ba'zi fe'llarda mana qoidaga nisbatan qoida, ya'ni quyidagi predloglardan keyin ing ishlatamiz. Predlog on, in, at dedim masalan. Keyingisi maqsadni ifodalashni bildirish uchun to ishlatamiz. I said the hard to pass deb aytdim. Bir pasda esidan chiqsa, nima kerak bo'lgan holatda? Qonchilar. Xo'p, test beraman. Qani 5 ta test tashladim. Qani ishlanglar-chi? Beshta testni javobini ishlanglar-chi? Bir, 2, 3, 4, 5 qilib ishlang. Xo'p. Iroda, tavakkal etish bo'yicha chempion bo'lmang. Hojam sizga burun marta hech narsa ishlatmaganmizmi? Mana hech narsa ishlatmaysiz deb tushuntirdim hozir. Ha? Birinchi ani ishlatib qo'yibsiz.
Tez ishlayman, keyin javobni tashlayman.